Tepa qovoqda endi turlari bor, usullari bor. Tanlov endi bemorning o'zining xohishiga ko'ra. Keyin nimami? Pasportimni o'zgartirmayman, chunki men xo'jayinim oldiga boraman, kelaman. O'zgartirishga to'g'ri kelmaydi pasport yangilashga. Uni bilmadim lekin. Tamoznada sevmas deb tamoznada. Yo'q, unchalik o'zgarib qolmaysiz. Unchalik darajada bo'lmaydi. Lekin ba'zilar aytgan, juda osilib ketganlar, "Shu pasportim o'zgartirdim" deb aytganlar ham bo'lgan. Endi u 10 tadan bitta, ikkita shunaqalar. Shu. Operatsiya ko'z razmerini o'zgartirmaydi. Mana bu ko'zingiz boshqacha, unisi boshqacha ko'rasiz. Katta kichikligi, uzun kaltaligini operatsiya o'zgartirmaydi. Ko'zingizda o'rajini 2 xillik bor. Bormi? Yaxshilab qarang. Bu narsa hammada bo'ladi 100%. Mana bu narsa ketmaydi. Biz skladkani bir xil yasab beramiz. Tushundingizmi? Yarashadigan qilib beraman, opa. Oynada ko'rsatdim-ku. O'zim kattaroq bo'lsa bo'ldi-da, shunday. Aytdim, ko'z o'zgarmaydi, ha. Emas, endi